tushunchani aytib o'tmoqchiman. Idda o'tirish deganda ayollarimiz qasddan idda o'tirsa, keyin idda bo'ladi. Bo'lmasam idda o'tirmasdan yurib ishlab chiqib kelgan bo'lsa, misol, idda bo'lmaydi, boshqatdan 3 oy o'tirish kerak ekan degan tushunchadalar. Tushunchada bo'ladiganlar ham ko'p. Shuning uchun aytamizki, to'g'ri idda bo'lgan vaqtda o'tirish kerak uyda, chiqmasdan o'tirish kerak, lekin bir ayol o'tirmadi, shu shartlarni bajarmadi-da, tashqariga chiqib idda o'tirishni misol haligi bir joyda o'tirib idda kutib o'tirmadi-da, ishiga bordi, boshqa bo'ldi. Keyin o'sha vaqt o'tib ketdi. U atayin o'tirmasa ham vaqt o'tganning hisobiga idda chiqib ketaveradi. Mana shu narsani yaxshi bilish kerak-da. Masalan, men deydi, falon vaqt shu turmushim buzilgan vaqtda bu narsani bilmas ekanman, o'tirmaganman, boshqatdan o'tirib qo'yaman deydi. Yo'q, turmush buzilgandan keyin o'sha vaqt o'tdimi, chiqib ketgan hisoblanadi iddadan. Mana shu narsani ham bilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam.